Assalomu alaykum hurmatli bizni kanalimiz kuzatuvchilari. Mana mashinamiz mana eshiklar regulirovka qilgani keldi. Farg'ona tumanidan keldi adashmasam. Salonlarni juda chiroyli qilib qo'ygan ekan. Shularni sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Ko'rsatamiz. Buni eshiklar regulirovka qilamiz. Mana bitta pachimligi ketib qolibdi. Shaldirayapti. Yaqinroq boramiz. Ovoz qay darajada eshitildi sizlarga endi ko'ramiz. Uni olib tashlab yangi qo'yiladi pachimligi. Mana oldi ikkita eshigida luft bo'lib qolgan mana. Ikkala eshikda ham luft bor. Buni qilamiz. Mashina yurgan yo'li 152 ming yuribdi. Salonlarni juda chiroyli qilib yuborgan. Patologlarni ham hamma joyiga ishlov bergan, mehrni bergan kattasini. Xudo xolasa buni eshiklarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Ish jarayonini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana bu joylarni chiroyli qilib artib, betga listni yopishtiramiz bunga. Dostlar, rezinkalari bor. Masladan yaxshilab yuvib mana xudo xolasa chiroyli qilib chexollar kiygizib olganmiz bunga. Mana shu joyda mana obshirkan ochdik, uchi chiqyapti. Salafan yo'q mana. Olti eshik salafani qo'yilmagan ekan shu. Qachondir olib tashlangan, qo'yilmabdi. Do'stlar, mana shu podshipnikni almashtirishda eshiknikini mana podshipnik. Shuni almashtirishda shunga e'tibor berasizlar. Mana shu o'rtada mana shunaqangi qoziq o'xshab tepada qolish kerak mana shu o'rtasida. Sabab keyin svarka qilganda yaxshi svarka ushlashlik uchun. Bir xilgilar tekis chaqlab tashlaydi, podshipnikni olish uchun u xato u. Mana shunaqa tepasida sal qolsa urib chiqariladi-da, keyin svarka qilishda yangi podshipnik qo'yib svarka qilishda mana shundan bemalol yaxshi ushlaydi, ko'chib ketmaydi. Benzin bilan mana shu yaxshilab artiladi tagi. Do'stlar, mana xudo xolasa yangi relsda original qo'yiladi. Original yangi. Bu tarafiga mana qo'yildi. Xudo xolasa yangi qo'yilmoqda. Mana o'ziniki. Yirtilib ketgan chiqarildi bu mana. Yirtilib ketgan chiqarildi. Endi narigi tarafiga ham qo'yamiz. Qatiring. Zamoklar mana yana qayta qo'yilmoqda. Mana xudo xolasa petlalari ham almashyapti buni. Mana do'stlar, xudo xolasa mashinamiz tayyor bo'ldi.
O'sha ko'rgan mashinalaring mana vtulkalarni qoqib, buni yangi to'kirda qoqtirib, chiroyli qilib, yog'lab, joyga keltirib qo'yib berdik. Xohlasa akamiz ishlari bitdi. Oynalar berk, hammasi berk. Telefonlarimiz ekranga yozib qolamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tuman Paxtaqishloq turamiz. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Mana oynalar berk. Bemalol telefon qilaverasizlar. Aka ma'qul xudo xolasa? O'zbekiston tumani Qapchig'ay deyapsizmi? Qayerda deyapsiz? Nima O'zbekiston deyman. Farg'ona tuman. Ha.